Ximiya olish oqibatida hattoki bepusht bo'lib qolishingiz mumkin. Hozirgi kunda ko'plab yoshlar kachok bo'laman deb har xil turdagi ximiyalarni olishmoqda. Bu ximiyaning asosiy tarkibi testosteron hisoblanib, lekin davolash dozasidan 100 barobar ortiqroq hisoblanadi. Bu ximiyaning oqibatida urug' foizlari 0% gacha tushib ketishi mumkin. Bunday turdagi ximiyalar aslida O'zbekiston sharoitida taqiqlangan. Yaqinda bir bemorimiz keldi. Shikoyatlari buyrak sohasida kuchli og'riq hamda gormonal narusheniyaga. Ancha yildan beri, 5-4 yildan beri farzandsizlik muammolari bor. Bu bemorimizda zalga borib testosteronni har xil tarkibda olib yurishgan, lekin urug' foizlari 0% ga tushib ketgan. Albatta bu holatda to'g'ri yechim qilish uchun o'z vaqtida urolog, androlog qabuliga borishingiz zarur. Bunday ximiyalarning eng past dozalarini ham albatta shifokor nazoratidan olishingizni tavsiya beraman. Ximiya olib ham farzandli bo'lib yurganlar ham bor deyishingiz mumkin. Lekin bu narsa sizga ta'sir qilmaydi degani emas. Siz ham bu xatoni qilib, naslingizga nuqta qo'ymang.